Ya assalomu alaykum ahli YouTube, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz hozir ishdan chiqdik, ayna haliyam kun botgan joq ekan, general al so'm tayyorlab bergan joqda qo'limizni jushqamiz o'tmadik. Endi men chiqqan sababi odamning внешний vidiga qarab emas, odamning qalbiga qarab odamga muomala bo'ladi. Shunday ekan, bizda unday shumliq haligi joqda biz qanday to'g'ri kelsa shunday chiqamiz. Halol mehnat deydi. Hech yerda halol mehnat bilan uy olmagansan. Shunda ham halol mehnat başladıqna kirib qo'yishdi. Nasib qilgan bo'lsa, sezon boshlandi Tojikistonda, Yavan rayonida bir zakazimiz bor edi, uni quyib bo'ldik, lekin yana quyib jotirmiz. Kuniga 500 ta, 400 ta kirpich juda tayyor bo'lib chiqatir. Mana bugun tayyor bo'lib bir kun olib quyib, juda tayyor bo'lgan ekan chiqardik. Naqta quyib taylagan yerimiz bor. Yana shu 400 ta, 350 ta 500 taga kadar kuniga tayyor bo'lib chiqaramiz. Kimgadir kerak bo'lsa ekranga nomerlarni qo'yib o'tamiz. Ana şu kirpiç kerak deganlar şu bizning kanaldan sen kanaldan ko'rib keldim desa yaxshigina skidga ham qilib beramiz ayna. Shu nima deydi? Bizda undagi aparat emas, qo'lman saban qo'shib, tepkilab, pishitib qo'yamiz ayna. Shunday ekan ayna men bitib ixtirib jatib maqtanmayman. Unday maqtanmayman, maqtanishni ham bilmayman. Shunday ekan ayna kimgadir kerak bo'lsa, mana 3 yildan beri shundan shug'ullanyapmiz. Xudoga shukr, al brendda jalb qilgani yo'q. Keyin ham bo'lmasin bundan keyin ham xayrim bo'lsa ayna sağ olun, salomat bo'lin, canınız sağ olsun, namartga muhtoj bo'lmang.